Aytaylik, bir inson namoz o'qimoqchi. Namoz o'qimoqqa tahorat shart. Tahorat qilish kerak. Ana endi mana shu tahorat qilish uchun avval tahoratxonaga kirib, qazoi hojat qilib chiqishlari kerak. Mana shular ham bor o'zing xohlaganingcha qilaver degan emas. Shariat o'zi ko'rsatib qo'ygan. Hammasi shariatda birin-ketin ko'rsatilgan va qilganiga savob va'da qilingan. Bu dunyoda o'zi pokligidan manfaat topadi, lekin oxiratga savob ham oladi. Ana o'shaning uchun tahoratxonaga kirayotgan odam tahoratxonaga kirishda shundoqala topullab kirib ketavermaydi. Tayyorgarlik ko'radi. Oldin qaraydi. Kissasidami, kiyimini biror joyidami, qo'lidami, tahoratxonaga olib kirsa bo'lmaydigan narsalar bormi, yo'qmi? Qur'oni Karim bormi? Oyat yozilgan qog'oz bormi? Muhammad, Aziz, Allohning ismini yozilgan narsalar bormi? Hammasini olib hurmat bilan chetga qo'yadi. O'ziga qaraydi. Bosh kiyimli bo'lish kerak, oyoq kiyimli bo'lish kerak, o'sha yerga kirishga tayyorlanish kerak. Kirganda artinadigan narsasi tayyor bo'lish kerak, yuvadigan narsasi tayyor bo'lish kerak. Apil topib kirmaydi. Mana shuni hammasini shariat ko'rsatgan. Boshqa din, g'ayri dinlar sahobai kiromlarga masxara omiz gap gapirishgan. Sizlarning sohiblaring, ya'ni do'stlaring, payg'ambarlaring hojatxonaga kirishga ham o'rgatadi-ya sizlarga. O'rgatadi. Bizga undoq qilinglar, bundoq qilinglar, undoq deb aytinglar deb hammasini o'rgatadilar. Chunki bu insonning hayotining ajralmas bir qismi. Insonning sog'ligiga, insonning hayotiga kerak narsa. Ana, demak inson tayyorlandi. Rasul akram alayhisolatu vassalomning ta'limotlari bo'yicha hojatxonaga kirib chiqmoqchi. Ana o'sha kirayotganda Bismillahi Allohumma a'udhu bika minal khubthi wal khaba'isi deb kiradi. Rasululloh alayhisolatu vassalom marhamat qilganlar, odam bolasini avrati bilan jinlarning orasini to'sadigan narsa bismillahidir. Shuning uchun bismillahni aytadi. Chunki tahoratxona iflos joy, u yerlarda jin bo'lishi turgan gap. Shuning uchun kiryatib, chap oyog'ini oldinga qo'yib, tahoratxonaning ichiga chap oyog'ini oldinga qo'yib turib, bismillahidan keyin auzu billahi minal khubsi wal khaba'isi deydi. Bu degani mana shu yerdagi erkak va urg'ochi jinlarni yomonligidan panoh tilayman Allohning o'zidan. Ko'ryapsizmi? Qanchalik buyuk narsa. Allohning ismini aytganligi uchun avrati jinlardan to'siladi. Allohdan panoh so'raganligi uchun haligi axlatxonada, tahoratxonada nima? Erkak bo'lsin, urg'ochi bo'lsin, jinlarni yomonligidan saqlanadi. Hammasi pokizalik uchun bo'layotgan ish bu. Ana kirib, o'sha yerda ham odob bilan o'tiradi. O'tirganda e'tibor beradigan narsa shu bo'lsinki, qazoi hojat qilayotgan insonni old yoki orqa tarafi qiblaga qarab qolmasin. Iloji boricha chap qo'l tarafi qiblaga qarab o'tirsin. Rasul akram alayhisolatu vassalom hadisda shuni aytganlar. Qazoi hojat qiladigan bo'lsalaringiz, old yoki orqa taraflaringiz qiblaga qarab qolmasin deganlar. Bu yerda ham odob, bu yerda ham ta'limot, bu yerda ham Ka'baday muqaddas joyini e'zozlash. Ana u yerda o'tirganda, qazoi hojat qilganda ham o'sha qulay o'tirib, yaxshi, demak, rohat bilan o'sha hojatini qazo qilish kerak. Ana undan keyin o'sha chiqqan najosatlardan badaniga tekkan joyi bo'lsa, uni tozalaydi. Farz bu. Tozalashga ishlatiladigan narsalar turli narsalar bo'lishi kerak, lekin foydali narsalar bo'lmasligi kerak.
tirikchilikda foydalanadigan narsa bo'lsa tozalanishga ishlatib bo'lmaydi. Endi hozir har xil gaplar ko'payishini keragi yo'q. Hozirgi kunda o'sha joyda ishlatish uchun maxsus qog'ozlar chiqarilgan, ana o'sha qog'ozlarni ishlatsa yaxshi bo'ladi. Avvallar kesaga ishlatishgan, tosh ishlatishgan, hamma narsa bo'lgan, lekin poklik uchun bo'lgan. Bugungi kunda haligi gap foydalanish uchun chiqarilgan narsalarni, jumladan qog'ozlarni o'sha tualet qog'ozidan boshqasini ishlatib bo'lmaydi. Mutlaqo. Chunki u foyda narsa keltirish kerak. Ana o'shin bilan artilgandan keyin suv bilan demak o'sha najosat chiqqan joylarini artib bo'lgandan keyin yuviladi. Bu ham poklikning yuqori darajasida. Haligi gapni yana bu yerda ham takrorlaymiz, bizdan boshqa dunyoda hech kim buni qilmaydi. Musulmonlardan boshqa hech kim buni qilmaydi. Lekin bizda bir xato ko'p takrorlanadi. Odamlar tushunmaganlari oqibatida a'zolarida najosat bo'lmasa ham, uyqudan turganda ham, boshqada ham suv bilan yuvishni odatlanib qolishgan. Yo'q. Suv bilan yuvish uchun o'sha joylarda iflos narsa bo'lishi kerak. O'zi toza turgan a'zoni, badanni suv bilan bekordan bekorga yuvishni keragi yo'q. Birov tahoratligida qo'li qolam ketib tahorati sindi. U borib mustahab qilishi shart emas. Tahoratini yangilab ketaveradi. Mustahab qilish uchun haligi gap bo'lishi kerak. Ko'pchilik buni tushunmaydi. Kompyuterda bu nimada saytda ham ko'p savol shundan keladi. Yaqinda sal ozayib qoldi, odamlar tushunganmikin? Alal-aqal o'sha bizni saytga kiradiganlar tushunishi bo'ldi shekilli. Ana. Demak, ana shu qazoi hojatda istinjo deyiladi buni. Istinjo degani najosatdan poklanish. Najosatdan poklanish ham odobi bor. Uni amali haligi aytgandek bo'ladi. Ishlatadigan narsalar, hojatxonada o'tirganda gapirmaydi, uzoq o'tirmaydi, ilojini boricha tezroq chiqishga harakat qiladi. Chunki u yerda ko'p qolsa haligi gaplar, jinlar bor, boshqalar bor, Xudo ko'rsatmasin, zarar yetib qolish holatlari bo'ladi. Hammasini chiroyli qilib, demak, ado etish kerak bo'ladi. Ana endi o'sha qazoi hojatini qildi, artindi, mustahab qildi, hamma yo'q bo'ldi. Chiqib yotib Allohga shukr aytadi. Alhamdulillahillazi azhaba annil aza. Mendan ozorni ketkazgan Allohga hamd bo'lsin deydi, chiqib yotib o'ng oyog'i bilan chiqadi. Kirayotganda chap oyog'ini oldinga qo'yib kirgan edi. Endi chiqayotganda o'ng oyog'ini oldinga qo'yib, haligi duoni o'qib, mendan ozor beradigan narsani ketkazgan Allohga shukr bo'lsin. Haqiqatan qazoi hojat bo'lmay qolsa odam juda qattiq ozor topadi. Unaqa dard dunyoning hech qayerida yo'q. Bu narsani eson-omon ado etib olish, poklanib olishni o'zi Allohning katta bir ne'mati, bandaga yordami bo'ladi. Shuning uchun eson-omon u yerdan chiqib olganiga banda nima qiladi? Allohga hamd aytadi.